Barbekü mana 75 santimetrlik barbekü yasadik. Vishna rangi seri bilan qorani kombinatsiya qildik do'stlar. Mana barbeküning ichida tandir ham yasab berdik do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. G'ishtdan yasab berdik. Bu yerga mangal qo'yishadi, prosta mana shu yerga mangal qo'yib shashlik pishirishadi do'stlar. Bunisi mana tepaga bitta uzovcha yaratdik. Yangi stilchada bo'ldi bu. Tandirni tasvirda ham shunday terib berdik. Bunisi bitta mayda qozon bo'ldi. 22 litrlik. Mana bunisi 60 litrlik katta qozon qo'yib berdik. Bunisi bitta moyka, bu tarafda starishinsa bo'ldi. Mana shunday ko'rinishga ega bo'ldi. Tepagacha cherdakka ham, tomni tepasiga ham g'isht berib chiqardik do'stlar. Agar xizmatimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Nomerlarimiz kerak bo'lsa, profilimizda bor. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Uyingizga borib yasab beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.